uzr so'rayman Alloh uchun, o'zidan emas, jon aka. Eshitdingizmi meni? Bir marta so'kdim aka. Bir martaga efir ochdim, yarim soatgina so'kdim. Akajon 6 oydan beri so'kadi aka. Bechora hoji onam nima deyapti aka, videosi turibdi. Sardorda deydi, o'zi deydi, tarallibida Dubayda kayf qilib qizlar bilan yuribdi deydi, onasi och yuribdi. Onam yaqinda onam, buvim, tog'am, ukam, dadam beshallasi umradan yaqinda ketdi. O'zbekistonda qo'ldan kelgancha 1000 kishilik chiroyli umra to'ylar qilib berdim. Endi 1000 kishining ichida qulog'im bor, boshqa ham bor, narsa ham bor, do'st ham bor, dushman ham bor. Onasi och yuribdi degan gapni eshitsa nima bo'ladi aka? Ash gaplar gapiryapti yerda. Otasi deydi, o'zini otasi emas, meni otam. Otamni otasini yetib pishtini ham hamma narsasi menda aka, men bilaman-ku. Men qanday men o'zimni otam bo'lmasligini men bunday istayapman. Tushunyapsizmi? Shunaqa gaplar gapiryapti. Jon aka, endi bunday deb 6 oydan beri gapirgandan keyin bitta gapiramanmi, yo'qmi? Shuni ayting. Men haq bo'lib kecha so'kdimmi, yo'qmi? Yo, liboy payt anaqa qiladi, odamning miyasiga chiqadi. Prosta men nima deyapman? Ro'za Ramazon kunlari akkuratlik bo'lib, yeshtir bo'ldi. Sen unga ham xuddi shu gapni aytdim. Mana Sardor mana shuncha odam aytib turibdi. U efirga kirishidan oldin ham aytdim shu gapni. Kerak emas. Bu narsa foydasi yo'q. Jon aka, sizda gapingizni hurmat qilganim uchun, xalqni ro'zani hurmat qilganim uchun mana men aytayapman. Kecha bitta video qo'yganman, bitta so'kkanman efirda. Agar so'kadimi, boshqa deydimi, tema qilami, g'iybat qilami, qaytib mana shu balani ismini tilga olsam, mana lavz beraman, ro'za kunida otamni balasi emasman mana. Bo'ldi. Nima deb chiqsa? Hisobmi aka? Hisob. Hurmat qilaman, shu ro'za kunlariga to'g'ri kelib shu bilan tortishib qoldim. 2 kundan beri kim nechta odamlar ko'rib, dili og'rib ro'za tutyapti, Sardorning o'zi ham ro'zador, mana shu temalar aralashib yuribdi deb kimnidir dili og'rigan bo'lsa, hammadan kechirim so'rayman. Meni so'kadimi, meni tema qiladimi? Bundan beriga otamni balasi emasman, shu balani ismini tilga olsam. Gapirmayman. Mana men Salavatchi aka, bo'ladimi? Mayli, onamdan so'kkan, qonunning oldida qandaydir ishi bor, kimnidir so'kkan, nimadir qilgan, davlatda o'zini da'vosi bo'lsa, nimadir qilsa qilsin. Men bo'ldi, bu bilan gapirmayman, jon aka. Bo'ldi, kerak emas. Menga ham kerak emas aka. Menga nima kerak bu bilan? Vala dedi, yo'q narsa bilan emas. Sen o'zingni kelajagingni o'yla. Ertani o'yla, ota-onani oldiga kelishni o'yla. Inshaalloh nasib bo'lsa aka, borish, uylanish. To'siq bo'lyapti o'sha narsaga. Mana anu ukang menga aloqaga chiqsin, lichkaga yozib qo'ysa, nomer beraman. Nima muammo bo'layotganini menga aytsin. Men qo'ldan kelgancha sen esalom ota-onangni kelishingga yordam beraman. Rahmat aka, bitta podpiska qilib qo'yasiz aka, podpiska qilib qo'yasiz. Durustcha bo'lmagan ekan. Bu yangi akkauntimda Shuhrat aka. Yangi akkaunt. Yo'q, bo'ldi. Joni sog' bo'lsin. Lekin mana men sizlarni yaxshi bo'lishingni xohlayman, hech ham yomon bo'lishni xohlamaganman. Akalar, opalar, meni kechiringlar. Men kechirim so'rayman sizlardan. Mana 2 marta. Aybim nima bo'ldi? Mana xalq ko'rib o'tiribdi. Unga o'xshab 3 kunlab 24 soat yetdi uxlamasdan so'kkanim yo'q. Kecha bir yarim soat so'kdim. Chiqdim, yarim soat jahl ustida aql ketdi, so'kib tayladim. Bir marta video qo'ydim. Bo'ldi, boshqa bir uni temasi bo'yicha men vala qilib, oilasidan kelib narsa qilmadim. Mayli, noto'g'ri gapirdim. Kecha onasini haqoratladim. Balasiga nima uchun? Chunki meni ham onamga tiyapti, meni ukalarimga tiyapti, meni onamga, oilamga, otamga, hamma qarindosh urug'imni so'kishga. Prosta tak mana bir Odil akam borda, men oldimda yuradi, u shofyor, TikTokdan tesiga ham qiziqmasdi odamga. Tushunyapsizmi? U prosta bu yoqqa haydang desam haydaydi, bu yoqqa haydang desam, o'sha bechorani videolarini qo'yib chiqibdi aka. Aka, ko'rib keldi buni, ham mayli deb. Kimmi musulmonligini, kimmi iymoni borligini mana shu ro'za oyida hamma bilib olaveradi. Inshaalloh, nasib bo'lsa. Shuhrat aka, men unga ham shu gapni aytdim. To'g'ri bo'lsang, Allohga sop qo'y, bo'ldi. Da. Ertaga qiyomat bor, hammamiz o'sha 220 joyga kiramiz. Akajon, ertaga xiralik qolsa yomon, ertaga u hammamizni. Da. Aka, sizga ham oldingizdan bitta o'taman. Bir zakot bermoqchi bo'lib, bir ko'nglimga tuyib qo'ygan edim 1 oy oldin. Xuddi shunda meni zimdan mashg'ullab turgan xalqim bor, meni zimdan qo'llab turgan, kuzatib turgan, mana shu yerda auditoriyam akalarim bor. Sardor, shu batillarga ketayotgan rizqimizni ham shu bir kungina ajratgan zakot kunida ertaga nasib 22-kuniga
bir chiroyli bir 20 ta oilaga qo'limizdan kelgancha. Endi biz oti dunyo beramiz demaymiz. Chaqirsanglar yordam berib yuboraman qo'ldan. Ehson desak, u noto'g'ri bo'lishi mumkin. Zakot. Ro'zani zakotini bermoqchimiz. Haqiqiy haqdorga aka. Xudo xolasa, ertaga shu kunlarda sizni ham bir kutaman. Kelsangiz bir gostimizda bir chiroyli gaplashib, bir siz ham bosh qosh bo'lsangiz, meni bir o'zim qiynalyapman to'g'risi. Jon aka birdan 20 kishiga qo'ldan kelgancha ekan. videolarga ko'zingiz tushgan bo'lsa, Tojikistondan, Turkmanistondan, boshqa chet davlatlardan Ko'ryapman. Alloh rozi bo'lsin. Jon aka, men lafz berdim. Senga men necha marta aytganman, sen bunaqa ishlarni eplaysan, shu bilan ozgina ko'tliging bor-da, mana jinni ketdi ishlar qilib qo'yasan. Kerak emas senga u narsa. Odamlar seni shundoq ham yaxshi ko'radi. Qilayotgan ishing yaxshi tarafi ko'p. Necha marta gapirdim bu narsani. Mana shu tarafga urg'u bergin, hammasi go'zal bo'lib ketadi, ishon. Rahmat. Sizda ham mana lafz berdim Shuhrat akani ham oldida. Meni so'kadimi, meni tema qiladimi mana Alloh uchun Allohga topshirdim, qaytib so'kmayman. Tamom.